Bugungi videorolikimizda ko'pchilikning talabidan kelib chiqqan holda boshlang'ich montajyorlar, boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun $400 dan $450 gacha bo'lgan ozgina ishlatilgan yaxshi holatda noutbuklarimiz obzor bo'ladi. Albatta bu noutbuklarimiz grafik dizayn va video montaj sohalarini endi boshlayotgan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Bugungi videorolikimizda nafaqat obzori bo'ladi, balki ko'pchilik kommentariyalarda hamyonbop gaming noutbuklarda ham GTA 5 o'ynab ko'rsatinglar degan hisobiga GTA 5 o'yinini ham xudo xolisa bugungi videorolikimizda to'liq testi bo'ladi. Bilaman ko'pchiliklar GTA 5 oddiy o'yin, Inqira 20 yoki bo'lmasa Core i3 protsessorli noutbukda ham o'ynasa bo'ladi deydi. Bu hamma fikringlarga qo'shilaman. Optimizatsiya bo'lgan o'yin oddiy noutbuklarda ham bemalol o'ynasalar bo'ladi. Buni nimaga o'ynab test qilyapmiz? Sababi YouTube obunachilarimiz kommentariyalarda ko'p so'raganini hisobiga xudo xolisa bugungi videorolikimizda testlarni ham qilib o'tamiz. Birinchi modelimiz Acer Nitro 5 modelidan, keyingi modelimiz Asus TUF Gaming A17 modelidan, keyingi modelimiz ko'pchilikning qalbidan joy olgan HP Victus 15 modelidan hamda HP Zen modelidan va oxirgi videomiz yakunlab beradigan model Asus TUF Gaming A15 modellaridan bo'ladi. Sizlarni ham ko'p kuttirmasdan Acer Nitro 5 modelidan obzorimizni boshlaymiz. Noutbukimiz birinchi o'rinda holatlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Ichki holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. To'liq ekranlari ham juda ham yaxshi, tiniq holatda. Ust korpuslarni ko'rishingiz mumkin. Yana bir sizlarga qo'shimcha informatsiya, agar sizlar boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar, adminlarimizga bog'lanib, bemalol primoy translyatsiya orqali, ya'ni jonli efir orqali to'liq yana batafsil ma'lumotlarini, holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Bu noutbukimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displeylari joylashtirilgan. Qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, to'liq qizil rangda podsetka elektrolari bor va NitroSense programmasi orqali kullelar sozlamalarini va podsetka sozlamalarini bemalol sozlasanglar bo'ladi. Bu Nitro 5 imiz faqat qizil rangda yonadigan Nitro 5 hisoblanadi. Endi sizlarni to'liq parametrlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Parametrlardan keyin albatta GTA 5 da testi bo'lib o'tadi. Protsessorlari Intel Core i5 11400H protsessor, 6 yadro 12 potok, boshlang'ich gertsi 270 Hz dan boshlanib, max boost'i 450 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 8 GB lik, DDR4 3200 MHz, buni yana bemalol 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyati bor. Bu noutbukimiz doimiy xotirasi 2 ta. Birinchi xotirasi 256 GB lik NVMe M.2 SSD, ikkinchi xotirasi ma'lumotlaringizda, proyektinglarni saqlashinglar uchun 1 TB lik HDD xotirasi ham mavjud. Va video kartalari ham 2 ta. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB lik video kartalari bor. Bu noutbukimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Video boshida aytganimdek, boshlang'ich montajyorlar uchun, boshlang'ich endi 3D da o'rganayotgan mijozlarimiz uchun hamda grafik dizaynerlar uchun tavsiya berib qolamiz. Endi sizlar ko'p kutdinglar GTA 5 da testini. Hozir sizlar bilan GTA 5 da testini bitta ko'ramiz. Nastroykalarni ko'rishingiz mumkin. Eng balandda turibdi. O'rtacha action paytida 60 FPS atrofida beryapti. Agar optimizatsiya qilsanglar, bundan ham baland beradi, lekin bu noutbukimiz o'yin o'ynaydigan mijozlarimiz uchun emas, endi sohasini ko'rayotgan mijozlarimiz uchun. Shunaqa qilib bemalol o'ynasanglar bo'ladi. O'rtacha FPSlari 55-62 FPS oralig'ida beryapti. Noutbukimiz to'liq konfiguratsiyasi bilan tanishib o'tdinglar. GTA 5 testlarini ko'rdinglar. Endi sizlarga eng muhim bo'lgan joyi, ya'ni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $399 qilib beramiz. Albatta garantiyalari bor, 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari bor. Agar Andijon shahrida bo'ladigan bo'lsanglar, uylarda eshigining tagigacha dastavkalarni qilib beramiz. Bundan tashqari videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga surprizimiz bor. Xudo xolisa yana sovg'ali o'yinlarimizni boshlaganmiz, biz to'xtatmadik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video montajyorimiz parod qilib qo'ydi. Shuning uchun bunaqa momentlarni qo'ymay ketgan. Xo'p, sizlarga sovg'amiz, xudo xolisa yana oldingidaqa sistema video davomida qanaqadir so'z qoldirib ketamiz. Bu safar konkret yozilgan so'z bo'ladi, videoda yozib qo'yiladi kichkina harflar bilan. Shu so'z birinchi kommentariyaga yozgan obunachimizga shu folderimizni xudo xolisa topshiramiz. Obzorimizdagi ikkinchi model Asus TUF Gaming A17 modelidan. Noutbukimizning holatlarini bitta ko'ringlar. Juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Ichki holatlari yana videoda o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ust korpuslari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda. Noutbukimiz ekrani 17 dyuym bo'ladi. To'liq hozir ekrani bilan tanishtirib o'taman. Noutbukimiz ekran dyuymi 17.3 dyuymli Full HD IPS 144 Hz bo'ladi. Qo'shimchasiga 16.8 million rangda yonadigan RGB klaviatura podsetkalari bor. Buni ham bemalol Armoury Crate programmasi orqali sozlasanglar bo'ladi. Endi sizlarni to'liq parametrlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Parametrlardan keyin
GTA 5 da test bo'ladi. Notebookimizni protsessorlari AMD Ryzen 7 4800H protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 290 Hz dan 420 Hz gacha max boostda razgo'mal oladi. Tezkor xotiralari 8 GB lik DDR4 3200 MHz, buni yana bemalol 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyati sizlarda mavjud. Doimiy xotiralar esa 512 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimizning video kartalari ham ikkita. Birinchi video kartasi Strony AMD Radeon, ikkinchi kuchli dasturlar uchun grafik uchun Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari bor. Bu notebookimizni ham boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun, boshlang'ich video montajyorlar uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizni endi bitta GTA 5 da testlarni ko'ra olamiz. Grafikalarni ko'rishingiz mumkin. Eng fullida turibdi. Xo'p, FPS o'rtacha 78 dan 85 FPS gacha eng visoki nastroykalarda. Endi o'zingizlar bilasizlar, GTA 5 katta nagruzkali o'yin emas, oddiy notebooklarda ham ishlaydi. Faqat talabdan kelib chiqqan holda videoga shu test qo'yishga majbur bo'ldik. Notebookimiz holatlari va konfiguratsiyasi bilan tanishib o'tdingiz. Endi sizni narxi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun, YouTube'dagi obunachilarimiz hamda YouTube foydalanuvchilari uchun $455 qilib beramiz. Bu notebookimizni ham 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari bor. Uzun nasiya orqali yoki bo'lib to'lash orqali olaman degan mijozlarimiz uchun uzun nasiya hamda open nasiya xizmatimiz bor. Obzorimizdagi 3-modelimiz HP Victus 15 modelidan. Notebookimiz holatlari bilan bitta tanishib o'tinglar. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Bu ichki holatlari, bu ustki holatlari. Zo'r holatda, yaxshi holatda turibdi. Bu notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displeylar joylashtirilgan. Qo'shimchasiga oq rangda patsyetka ekranlari bor albatta. Parametrlarga keladigan bo'lsak, protsessorlari Intel Core i5 12450H protsessor, 8 yadro 12 potok, har biri 2 Hz dan 440 Hz gacha max boostda razgo'mal oladi. Tezkor xotiralari 8 GB DDR4, buni yana bemalol 32 GB gacha upgrade qilsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB lik NVMe M.2 SSD. Notebookimizning video kartasi ikkita. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB lik video kartalari bor. Bu notebookimizni ham boshlang'ich montajyorlar, boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun tavsiya berib qolamiz. Nimaga aynan bu videomizda ikkita soha vakillari uchun tavsiya beryapmiz? Sababi ko'pchilik grafik dizayner hamda video montajyorlar uchun notebook chiqaring degan hisobiga faqat ikkita soha vakillarini aytib o'tib ketyapmiz. O'zi aslida hamma soha vakillari uchun bemalol ushbu videomizdagi hamma notebookni olib ishlatsanglar bo'ladi. Xoh sizlar o'qituvchi bo'linglar, xoh logistika sohasida ishlanglar, xoh o'yin o'ynanglar, xohlagan soha vakillariga insonlar olib ishlatsa bo'ladi. Sizlar ham ko'p vaqtingizni ketkazmaslik uchun ikkita soha vakilini aytib o'tib ketyapman. Nastroykalarni ko'rishingiz mumkin. Eng fullida, eng full deganda eng maksimalniy nastroykalarda turibdi. O'rtacha FPS bizda 80 oralig'ida, 80 bilan 85 oralig'ida ko'rishingiz mumkin. Shu yerda FPS chiqib turibdi. Ketdi. HP Victus modelimizni YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $399 qilib beramiz. Albatta garantiyalari bor, 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari bor. Notebookimizni ham sizlar uchun qo'yamiz. Va nihoyat obzorimizdagi 4-model HP Zen modelidan bo'ladi. Notebookimiz holatlarini bitta ko'ringlar. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Bu ichki korpuslari, bu ustki korpuslari bo'ladi. Holatlari o'rtacha yaxshi holatda. Bu notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 60 Hz displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Endi sizlarni to'liq parametri bilan tanishtirib o'tib ketaman. Protsessorlari AMD Ryzen 7 4800H protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 290 Hz dan boshlanib, max boostda 420 Hz gacha bemalol razgo'mal oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik DDR4 3200 MHz. Bu notebookimizning xotirasi ham oldingi notebooklarimizga o'xshab ikkita. Birinchi xotirasi 256 GB lik NVMe M.2 SSD, ikkinchi xotirasi 1 TB lik HD bo'ladi. Video kartalari ham ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon, ya'ni Strony video kartasi, ikkinchi video kartasi Nvidia Quadro P620 4 GB lik video karta hisoblanadi.
Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun, boshlang'ich video montajyorlar uchun tavsiya berib qolamiz. Yana aytib o'tganimdek, hamma soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Notebookimizda endi bitta GTA 5 ta testini ko'ramiz. Eng oxirgisiga qo'yishgan, faqat uchalasini oxiriga qo'yishmayapti. Lekin katta FPS da raisi o'ynamaydi. Xo'p. O'rtacha FPS bizda 98 95 FPS oralig'ida ko'rishingiz mumkin. Bemalol shunaqa qilib GTA 5 da o'ynasanglar bo'ladi. Full nastroykalarda. Notebookimiz GTA 5 testlarini ko'rdinglar, narxi bilan sizlar tanishib o'tib ketaman. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $399 qilib beramiz. Bugungi obzorimiz tugab beradigan model Asus TUF Gaming F15 modelidan. Notebookimizni holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda ko'rishingiz mumkin ichki holatlarni. Ust korpusini ham ko'rishingiz mumkin. Notebookimizning ust korpusi metallitskiy alyumin korpus bo'ladi, ichlari bo'lsa to'liq plastmassa bo'ladi. Bu notebookimizda 15.6 dyumli Full HD IPS 144 Hz adaptiv sync displeylari joylashtirilgan, qo'shimchasiga 12 xil rangda 16.8 million xil rangda yonadigan RGB podsvetka eksilyatorlari mavjud. Notebookimizda endi sizlar bilan to'liq parametrlarini ko'ra olamiz. Notebookimizda Intel Core i7 11800H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 16 potok, har biri 230 Hz dan 460 Hz gacha bemalol razgumol oladi. Tezkor xotiralari 8 GB, DDR4 3200 MHz, domiy xotiralari esa 512 GB NVMe M.2 SSD bo'ladi. Buni yana bemalol 1 TB gacha, xohlasanglar 4 TB gacha upgrade qilib olishingiz mumkin. Notebookimizda ham video kartasi 2 ta, birinchi video kartasi ya'ni Stroniy video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi esa Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartasi bor. Bu notebookimizda ham video montajyorlar hamda grafik dizaynerlar uchun, ya'ni umumiy shu video sohasi bilan bog'liq ishda ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizda endi bitta GTA 5 ta testini ko'ra olinglar. Grafikalari eng maksimumida turibdi, ko'rishingiz mumkin. Eng maksimum grafikalarda turibdi. Xo'p, bizda o'rtacha FPS 115 FPS oralig'ida. Bu notebookimizning narxi YouTube kanalimizga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun hamda YouTube foydalanuvchilari uchun $499 ga chiqadi. Faqat YouTube'imizga obuna bo'lganinglarda bizga ko'rsatishingiz kerak yoki screenshot qilib tashib berishingiz kerak. Keyin shu narxda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Notebookimizda ham garantiyalari mavjud, 12 viloyatga mutavvattikin dastavkalari bor. Bugungi video roligimizda ko'pchilik mijozlarimiz hamyonbop narxda GTA 5 o'ynasa bo'ladigan va video montajga, grafika sohalariga ishlatsa bo'ladigan notebook so'radi. Shuni hisobini olib, bugungi video roligimizda $400 dan maksimum $499 gacha bo'lgan notebooklarimizni to'liq obzorlari va narxlari va GTA 5 da to'liq qanaqa bo'lsa shundayligicha testlari bo'lib o'tdi. Keyingi video roligimizda qanaqa notebooklar bo'lishini yozib qoldiringlar. Sizlarga talabiylardan kelib chiqqan holda Xudo xolasa notebooklarni olib chiqishga harakat qilamiz. Biz Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga har kuni yangiliklar Xudo xolasa chiqib boradi. Oldingi postlarimiz albatta realni bugungi kundagi aktual narxlarda to'liq rasmlar bilan birga postlar chiqadi. Shuni hisobini olib Telegram kanalimizga qo'shila oladigan bo'lsangiz, YouTube'imizga nisbatan sizlar ko'proq yangiliklarni ko'rishingiz imkoniyati bo'ladi. Ming marta eshitgandan ko'ra, mendan 1 soat gapim eshitganinglardan ko'ra Telegram kanalimizga qo'shila olinglar. Telegram kanalimizda to'liq va batafsil informatsiyalar bor. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Operatorim qo'li tolib ketgan hisobiga video tezda yakunlashga qaror qildik. Sog' salomat bo'linglar. O'zingizlarda iliq fikringlarni kommentariyalarda yozib qoldiringlar.